Bilasizlar, men har doim ziravorlar bilan ozish tarafdoriman. Hozir sizlarga zo'r yog'larimizni eritadigan va ozishga yordam beradigan damlama tayyorlayman. Rahmat. Qoshiq ham berasiz. Buning uchun bizga chimdim, kurkuma kerak bo'ladi. Ozgina imbir. Bu men uchun me'yorda qilyapman. Ozgina koritsa. Mana va har doim inobatga oling. Kurkuma qora murchsiz so'rilmaydi. Shuning uchun chimdim, mana juda kam, mana ko'ringlar, juda kam miqdorda qora murch qo'shdim. Va bu ichimlik aynan sovuq kunlarda sizni immunitetingizni oshiradi, qon aylanishini yaxshilab beradi, yog'larni eritishga yordam beradi, ozishga yordam beradi. Insulin rezistentlikda ham foydali xususiyati katta. Buni inobatga oling. Aytgancha shirinlikka qaramligi bor insonlar ham mana shu ichimlikni ichsa shirinlikka umuman tortmaydi. Zo'r. Bu ichimlik kimlarga mumkin emas, oshqozonida yara yoki eroziya kasali bor insonlarga mumkin emas. Va buni ertalab nonushtadan keyin qahva o'rniga iching.